Biz bu yerga kelgan vaqtimizda hammamiz guruhlarga bo'lindik. Men har safar guruhlarga bo'linganimizda men do'stim Javohirning guruhida bo'lib olardim. Ikkovimiz bitta guruh bo'lib olardik. Chunki u meni har qanday holatda ham qutqarib olishini bilardim. Men ham ancha-muncha narsalarni o'zlashtirib olgan edim. Qurollardan qanday foydalanishni, qanday yordam ko'rsatishni, qanday o'zini himoya qilishni, o'sha hayvon zombilarning qanday joylari zaif bo'lishini, shu kabi ularning xil-xususiyatlarini hammasini bilib olgandim. Va shunday do'sting bo'lsa, yordamga ne hojat deganimcha bamayl xotir yuraverardim. Chunki men qiyin vaziyatga tushib qolsam, u albatta kelib meni qutqarib ketardi. Va men bularning barchasini aniqlashtirish uchun o'zim o'sha bo'lgan shifoxonaga borish kerak degan fikrga keldim va biz o'sha shifoxonaga bordik. Chindan ham u yer hammasi boshlangan joyning o'chog'i ekan. Chunki biz bu atrofda, ya'niki sayohatimiz davomida, tadqiqotlarimiz davomida uchratmagan yangicha ko'rinishdagi hayvon zombilarni u yerda uchratdik. Ular bizga tomon hujum qilishdi. Ular bizning qurol-aslahalarimizga dosh bera olmadilar. Bizdan ko'ra kuchliroq emas ekanlar. Bizning himoya tizimimizdan ko'ra kuchli emas ekanlar. Men xuddi ularni nima uchun bunday voqealar boshlanganini bilish maqsadida o'sha shifoxonaga bordim. Biz borganimizda u yerda shu narsalarni aniqladik. Bir qancha video tasvirlarni topdik. U tasvirlarda bor ediki, u shifoxona yashirincha laboratoriya ekan. Odamlar ko'rinishida esa oddiy shifoxona edi. Odamlarning nazarida